Xudo xohlasa keyingi yil, mana shu 2026-2027 yil sentyabrda 2026dan biz to'liq birinchi sinfdan boshlab oladigan kazarma maktab ochamiz. Ya'ni maktab sifatida o'zimizniki ochamiz. Ya'ni bola tibbiy ko'rik, hujjat yig'ish uchun viloyatga bormaydi. Barcha hujjatlari shu yerda yig'iladi. Faqat o'sha aytganim qarindoshga tegishli joylari va o'zlari yig'ib berishlari kerak. Ya'ni bola o'qiyotgan maktabidan shu qaysi sinfdan bo'lishidan qat'iy nazar ko'chirishni maqsad qildi va ko'chirib olib keldi. Eng kichkinasini olishni boshladik 8-sinfdan. Nima uchun? Farzandim maktabini bu yoqqa ko'chirib o'qitsam, tibbiy ko'riklari viloyatimizda bo'ladimi yoki Toshkent shahrining o'zida bo'ladimi? Tushunarli. Demak, bu savolga javob beraman. Biz topshirayotgan harbiy oliygohlarda mudofaa bo'limlari orqali biz tibbiy ko'rikdan o'tkazib olamiz bolani. Bolada nimadir kasallik nimadir bo'lsa davolatib olamiz. Agar deylik qanaqadir nojo'ya yoki o'sha tug'ma nimadirlar chiqib qolsa, agar u narsa harbiy yuz olmaydi degan qaror qabul qilinsa, bu yerda aynan shunaqa rejim qo'yganmizki, tibbiyot xodimlari 24/7 ishlaydi. Ya'ni shu yerda yotib qolishadi, bolada xavf va vaziyat bo'lishi mumkin. Bu tomonimiz qizlar yotoqxonasi. Ya'ni tushuntirib o'tmoqchiman. Qizlar yotadigan joyi alohida etaj, alohida bino, bolalarniki alohida. O'rtada shunaqa payt bo'ladiki, bola bo'sh qolgan paytida baribir bo'ladi, tanib qoldi, bolalar bilan gaplashib turadi. Jo'chi qilingan joy desa ham bo'ladi. Hozir zalimizni qilib qo'yish ekan. Bu narsa xavotir olmanglar, zallar hammasi yopiq. Muammo yo'q. Ya'ni отопление tizimi bilan sovutish tizimi bilan ta'minlangan. Bu ham bitta bolalarga ancha yengillik. Ya'ni yashash sharoiti ancha ham yaxshi. Ya'ni kirxona bu bolalar asosan o'sha o'zlarini kiyimlarini yuvib tozalash uchun kir mashinalar va bu yerda kiyimlarini quritish uchun alohida xona qilingan. Xo'p, yotoqxona maqsad nima? Bola kvartirada turib qatnasa ham bo'ladimi? Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Nimaga bu ish qilindi? Sababi ustozlarimiz support teacherlar, ingliz tili ikkitadan ustoz qo'yilgan, tarix tili ikkitadan ustoz qo'yilgan. Asosiy va qo'shimcha ustozlar. Ular o'sha bolalarni oshxonani bitta bo'limi, ya'ni bu yerda taxminan 25 kishi ovqatlanadi. Ya'ni 25 kishi moslashtirilgan oshxonamiz. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak, bu ovqatlar to'g'ri uydaqa takoy zo'r ovqatlar emas. Misol jar ko'p, qozon ko'p, bir narsalar emas. Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga Qosimov School'da, ya'ni kazarmali maktabimizda to'liq obzor qilib beraman. Ya'ni to'liq obzor qanaqa? Instagram sahifamizda ham bor bu narsani. Faqat bunda ozgina qisqaroq edi. Endi sizlarga bundan aynan bu maktabimizni ochilishidan maqsadi nima planlar qilganmiz, rejalarimiz qanaqa, kelajakdagi rejalarimiz qanaqa aynan, bu maktabda o'zi nimalarga e'tibor berilgan, o'qish tizimi qanaqa yoki bo'lmasa umuman yashash sharoitlarini hammasi batafsil ochib beramiz. Sababi nimaga? Sababi butun respublika bo'yicha ko'pchilik aynan Qosimov School kazarma maktabiga kelish istagi juda ham yuqori. Faqat ularda ko'pchilik savol bor. Yashash sharoitlari, o'qish xarajatlari, umuman hammasi haqida savollar juda ham ko'p. Hozir hammalarga mana shu narsani batafsil tushuntirib beraman. Qosimov School'da ochish maqsadi nima bo'lgan o'zi? Mana 2019-yildan beri harbiy oliy ta'lim muassasalariga, safdorlik xodimlariga, serjant aynan maxsus kasbiy tayyorgarlik yo'nalishiga tayyorlab boramiz. Mana shularda ko'p viloyatlardan abituriyentlarimiz kelish sharoiti qiyin, yashash sharoiti yo'q yoki maktabi problema bo'ladi. Biz nima qildik? Rosa shu narsani o'ylab reja qildikda, balki shu narsa tayyormiz, shu etapga chiqqandirmiz degan maqsadda mana shu yildan boshlab aynan kazarmali rejimni ochdik. Bu kazarmali rejimda aynan foydali taraflardan birinchisi haqiqatdan o'qiyman, harbiy bo'laman, davlatga, jamiyatga, millatga imminga kerak inson bo'laman deganlar uchun biz kazarma maktab ochdik. Hattoki nima qildik? Birinchisi bolani maktabi doimiy muammo, ya'ni maktab juda ham qattiq tartib inson talab qiladi. Shu narsa doimiy davomat, shu narsa so'raladi. Biz nima qildik? Maktabimizni ko'chirishga qaror qildik. Ya'ni bola o'qiyotgan maktabidan shu qaysi sinfdan bo'lishidan qat'iy nazar ko'chirishni maqsad qildik va ko'chirib olib keldik. Eng kichkinasini olishni boshladik 8-sinfdan. Nima uchun? Sabab birinchi o'rinda biz tayyorgarlik boshladik Temurbeklar maktabiga. Endi nimaga undan kichkinalar emas? Chunki hali ular ancha ham yosh. Ya'ni ozgina qiyinchilikda, uydan uzoq yashashda ta'sir qilmaydi o'zlariga. Shuning uchun ham biz maqsad qildikki, aynan shu narsani 8-sinfdan boshladik. Xudo xohlasa keyingi yil, mana shu 2026-2027 yil sentyabrda 2026dan biz to'liq birinchi sinfdan boshlab oladigan kazarma maktab ochamiz. Ya'ni maktab sifatida o'zimizniki ochamiz. Hozir bu aynan Qosimov stadiyani o'quv markazimizni kazarmali rejimi bo'lgani uchun biz yotoqxona, maktablar bilan ikki tomonlama memorandum imzolab turib, keyin shu narsani qildik. Ya'ni hozircha shartnoma asosida ishlab bormoqdamiz.
Bu shartnoma qanaqa? O'sha maktablarni ko'chirib olib kelamiz bu yerga, maktabga qo'yiladi, davlat tomonidan tan olinadigan attestat diplom beriladi. Ya'ni misol uchun deylik, farzandingiz 8-sinfda ko'chib keldi bizga, uni 8-sinf chorak baholari hammasi 9-sinf chaqotini qo'liga beriladi. Yoki 10-sinfda oldik. 11-sinf bitirayotganda attestat, ya'ni diplom, shahodatnoma o'sha beriladi. Nima o'sha davlat tomonidan maktab bitirganda berilishi kerak bo'lsa, shu narsa beriladi. Bu narsa 100% kafolatlangan narsa. Endi hozircha joylashgan joyimiz qanaqa? Ya'ni bu yilimiz oxirigacha Xudo xolisi yotoqxona rejimimiz Toshkent shahar, Sergeli tumanida, o'zi 2-mavzeda joylashgan. Bu joy Yangi Hayot tumaniga ham qaraydi. Bu joyda asosan bolalarimiz yotoq rejimi va dars xonalari ta'minlangan. Ya'ni bolalar o'sha yotoqxona rejimida, yotoqxonasi bilan birga qilganmiz. Yotoqxona sharoitlarini hozir alohida ko'rsatamiz. Xo'p, yotoqxona maqsad nima? Bola kvartiraga turib qatnasa ham bo'laman. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Nimaga bu ish qilindi? Sababi bolani darsdan chiqqandan keyingi holati, dars tayyorlashlari, bundan tashqari darsga qanaqa qatnashadi, ustozlar bilan munosabatlari va ikkinchi smenada qo'shimcha ustozlar kiritilgan. Misol uchun asosiy fanida bola tushunmagan joylari ko'p bo'ldi, savollari uyg'ondi. Misol uchun nimadirlar tushunmadi, hijolat bo'lib qoladi. Kimdirlar shunaqa bolalar borki, so'rashga hijolat bo'ladi ular. Shu narsalarni biz tushungan holatda ikkita ustoz qo'yilganda, u obeddan keyingi qismda o'sha ustoz bola bilan ishlaydi. Ya'ni bolani nazorat qilish, dars qilishiga nazorat qilish o'zimizning bo'ynimizga oldik. Endi eng asosiy masala, biz tayyorlayotgan joylar harbiy oliygoh bo'lgani uchun jismoniy madaniyatga ham o'zimizga qo'shganmiz. Ya'ni hozircha qish fasli bo'lganicha podiyomimiz 6:30 da boshlanadi, zavtrikimiz 8 da. O'shangacha bo'lgan muddatda bola jismoniy tarbiya bilan ham shug'ullanib oladi. Ya'ni o'sha normativ faqat. Qandaydir sport turlarini qo'ymaganmiz. Misol uchun deylik, taekvondo, karate shunga o'xshagan narsalar. Asosiy normativlar, ya'ni yuqori sinflarimiz uchun 3 km cross, 100 metr yugurish turnik bo'lsa, 9-sinflarimiz uchun 2 km cross, 100 metr yugurish va turnik mashqlari qo'yilgan va o'shanga qanaqa olib chiqiladi, etap tayyorlab boriladi. Bu narsa aynan bu hozir turgan joyimiz sharoit bemalol bo'lgani uchun shuni qo'yganmiz va kechki payt ujindan oldin yoki ujindan 1 soat o'tgandan keyin ham bola shug'ullantiriladi. Nimaga? Haligi qon yugurishi birinchi o'rindagi, ikkinchisi bo'lsa jismoniy tayyorgarlikka tayyorlab borish maqsadida. Yana bir narsa aytib o'taman. Bu yerda aynan shunaqa rejim qo'yganmizki, tibbiyot xodimlari 24/7 ishlaydi. Ya'ni shu yerda yotib qolishadi. Bolada har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shu narsada birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu narsa bo'yicha ota-onalar xotirjam bo'lishlari so'raladi. Endi Qosim School'da o'sha sizlarga aytib o'tgan narsamiz, ya'ni o'sha bolalar yig'ilgandan keyin har yili sentyabr oyida umumiy tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Nimaga? Bu narsa nima uchun kerak? Sababiki biz topshirayotgan harbiy oliygohlarda mudofaa bo'limlari orqali biz tibbiy ko'rikdan o'tkazib olamiz bolani. Bolada nimadir kasallik nimadir bo'lsa, davolatib olamiz. Agar deylik qanaqadir nojo'ya yoki o'sha tug'ma nimadirlar chiqib qolsa, agar u narsa harbiyga 100% olmaydi degan qaror qabul qilinsa, bolani biz shunga o'xshagan davlat oliygohlarga tayyorlaymiz. Misol uchun diplomatiya, yuridika yoki bo'lmasa huquqni muhofaza qilish akademiyasini harbiylashtirilmagan tergov faoliyati. Nimaga? Sabab, chunki prokuratura organlariga bemalol ishga kirishlari mumkin. Shu narsa bo'yicha sizlarga bemalol ayta olishim mumkin tayyorgarlik rejimi. Yoki bo'lmasa huquqni muhofaza qilish akademiyasining prokurorlik faoliyati. Bunga aynan shu tibbiyot masalasida biron muammo chiqqan bolalarimizni shu sohalarga tayyorlab boramiz. Va bu bo'yicha ham barcha o'sha nima fanlar kerak bo'lsa, hammasi bir joyda mujassamlashgan. Shohruh aka, ota-onalardan kelgan savollar bor edi sizga. Birinchi savollari, farzandim maktabini bu yoqqa ko'chirib o'tkazsam, tibbiy ko'riklari viloyatimizda bo'ladimi yoki Toshkent shahrining o'zida bo'ladimi? Tushunarli. Demak, bu savolga javob beraman. Temurbeklar maktabi, ya'ni 9-sinfga o'tgan farzandlarning maktabini biz o'zimizga ko'chirganimizdan keyin, ya'ni 8-9-sinflarda ularda tibbiy ko'riklari, hujjat yig'ish jarayonlari asosan Toshkent shahridan bo'ladi. Lekin shunaqa hujjatlar borki, ota-onaga taalluqli qarindosh tariq hujjatlarni o'zlaridan yig'ib jo'natib olishi mumkin. Ya'ni bola tibbiy ko'rik, hujjat yig'ish uchun viloyatga bormaydi. Barcha hujjatlari shu yerda yig'iladi. Faqat o'sha aytganim qarindoshga tegishli joylari va o'zlari yig'ib berishlari kerak. Endi harbiy oliy ta'lim muassasasiga keladigan bo'lsak, davlat xizmatida yoki bo'lmasa ichki ishlar tizimlarida sal boshqaroq. DX akademiyasini aynan tibbiy ko'riklarida boshlang'ich tibbiy ko'riklarini o'zini viloyatidan o'tib keladi. Asosiy tibbiy ko'riklari shu yerda, saralash bosqichlarini hammasi shu yerda bo'lib o'tadi. Ya'ni bola har bitta imtihonga borib o'tirmaydi. Faqatgina ayrim hujjatlari va ayrim birlamchi tibbiy ko'riklari kerak bo'lishi mumkin. Endi ichki ishlar akademiyasi yoki ichki ishlar litseyi sohalariga keladigan bo'lsak, bularda viloyatlar kesimi bo'lganligi uchun bular tibbiy ko'riklari va hujjatlar topshirish joylari
o'zini asosiy yashash joyidan qilinadi. Misol uchun, bola Samarqanddan bo'lsa, maktabini bu yoqqa ko'chirgan bo'lsak, aynan hujjat ichki ishlar akademiyasi bo'lsa, hujjatlarini topshirish joylari o'zlaridan, tibbiy ko'rik urishlari o'zlaridan bo'ladi. Bola o'sha biz ruxsat beramiz borib yig'ib kelishga. Endi misol uchun jamoat xavfsizligi universiteti yoki boshqa sohalari bo'lsa, unda o'sha maktabi qayerda bo'lsa, o'sha joydan tibbiy ko'rikdan o'tadi. Hujjatlarida ham shu joydan yig'iladi. Faqatgina o'sha holat qarindosh urug'larga tegishli bo'lgan hujjatlar o'zlari ota-ona, ya'ni yig'ib elektronga tashlab bersa, biz o'zimiz bu yoqda chiqarib bolani qo'liga tayyor qilib beramiz. Endi yana shu joyda bir ma'lumot aytib o'taman. Biz Qosim School o'sha bolani olib kelgandan bu yoqqa boshlab hujjat topshirish jarayonlari qachon, qayerga boradi, nima qiladi, barchasini o'zimiz tushuntirib boramiz. Nima hujjatlar yig'iladi, qanaqa tarzda yig'iladi, barchasini tushuntirish olib boriladi va bundan tashqari o'sha hujjatlar yig'ilishini amaliy yordam ko'rsatamiz. Boya aytib o'tgan o'sha tibbiy ko'rik dastlabkisi ham xuddi shunchaga kiradi. Ya'ni tibbiy ko'rikni boshlang'ich o'tkazib olganimizdan keyin bolaga ancha bu narsa yordam bo'ladiki, o'zida nimadir kasallik chiqsa, shu davolatib olishi uchun. Keyingi savol, o'quvchilar fanlardan tashqari yana nimalar bilan shug'ullanishadi? Xo'p, demak, biz bu Qosim School'imizga shunaqa rejim qilinganki, biz bolani o'zi tanlagan harbiy oliygohi yoki Temurbeklar maktabini tanlagandan so'ng u yerda fanlardan tashqari saralash imtihonlari bor. Ya'ni nimalar kiradi unga desak, birinchisi misol uchun bayon imtihonlari, diktant imtihonlari bor, yoki suhbat imtihonlari bor, psixologik testlari bor, yoki tartibdagi suhbat imtihonlari bor, jismoniy tarbiyalari bor. Barchasi shu yerda tayyorlantiriladi. Ya'ni ushbu sohani mutaxassislari ham shu yerda bor. Barcha imtihonlardan tayyorlantirib beramiz. Ya'ni o'sha aytgan hujjat topshirishdan boshlab to imtihon jarayonigacha barchasini o'zimiz qo'limizdan kelgancha albatta amaliy yordam ko'rsatib boramiz. Sizni maktabingiz tomonidan berilayotgan shahodatnoma davlat tomonidan tan olinadimi? Hop, shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p berilgan. Albatta biz o'sha xususiy maktab bo'lishiga qaramasdan litsenziyaga ega va davlat ta'lim standartida aynan shahodatnoma yoki attestatlar beriladi va bular bilan xohlagan harbiy va davlat oliygohi tomonidan tan olinadi. Bu narsaga 100% kafolat beramiz. Obzorimizni davom etamiz. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim bu kampusimiz kutubxona. Ya'ni bolalarimiz hozir sizlarga bitta qisqacha o'sha videoroliklarni ham qo'yib boramiz. Kutubxonada ham elektronli, ham kitob shaklidagi qo'llanmalar mavjud. Ya'ni bola agar misol uchun darsdan bo'sh vaqtida madaniy hordiq olish uchun bemalol kutubxonaga kirib, o'sha belgilangan vaqtda darslarini bemalol qilishlari mumkin. Bunga hamma sharoitlar yetarli. Va bu bo'yicha muammo bo'lmaydi. Endi bu tarafimizga hozir qaraymiz. Bunisi jismoniy tarbiya zali. Ya'ni bu narsasiz iloji yo'q o'zi asli, chunki bolani qish paytida jismoniy tarbiyasini shug'ullantirish maqsadida mana hozir yozda, bahorda jismoniy tarbiya darslari mana shu krugda aylantirib, maktab territoriyasini aylantirib, bu tomonimizda turniklar mavjud, o'sha shug'ullantiramiz. Lekin baribir qish fasli sovuqroq bo'lgani uchun jismoniy tarbiya xonalari, ya'ni zallari bor. Bundan xavotir olmasanglar bo'ladi. Bolani o'sha har nima deydi 12 oy bemalol jismoniy tarbiya bilan shug'ullantira oladi. Bundan xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Sizlar bilan o'sha aytganim jismoniy tarbiyani shunday zalni ko'rsatib chiqaman. Bu yerda stol tennislari bilan shu bolalar shug'ullanishlari mumkin. Bu mana keling. Xo'p. Asosiy sport zali, bu yerda bolalar voleybol bilan shug'ullanishlari mumkin. Keyin basketbol, bundan tashqari yugurish mashqlari. Bemalol o'sha bu tomonlama xavotir olmasanglar bo'ladi farzandinglardan. Demak, hozirgi joyimiz bu o'sha boya aytgan axborot resurs markazi, ya'ni kutubxona. Hozir sizlar bilan shuni qisqa tushuntirib beramiz. Hop, demak, kutubxonamiz mana shu aytgan bu joyda bolalar o'sha aytganimdek bemalol bo'sh vaqtlarida foydalanishlari mumkin. O'sha bunday aytganim kitob shaklidagi turli xil qo'llanmalar, qo'shimcha adabiyotlar, jahon adabiyotlari, o'zbek milliy adabiyotlarimiz mavjud. Bundan tashqari bizda elektron kutubxonasi ham bor. Agar bolaga misol uchun elektron tarzda nimadirlar, ma'lumotlar, qo'shimcha narsalar yoki prezentatsiyalar yoki nimadirlar umuman olganimiz o'zining fan doirasida kerak bo'lsa, bemalol elektron kutubxonasidan ham foydalanishlari mumkindir. Masalan, buni nima uchun o'zi obzor qilyapmiz degan savol borda. Ko'pgina viloyatdan kelayotgan ota-onalar misol uchun kelayotganda ular savollar juda ham ko'p. O'zim ko'zim bilan borib ko'rib, bolamni qanaqa holatda, o'zlari ham 700-800 kilometr ovora bo'lib kelishadi-da. Endi biz shu videoni nima uchun qilib beryapmiz? Ular ovora bo'lmasliklari, bemalol ko'zlari bilan ko'rib, hamma sharoitlarni tanishlari mumkindir. Hozir yotoqxonaga kirib boramiz. Yotoqxonamiz aynan shu kutubxona bilan yonma-yon binoda joylashgan. Privet o'quvchilarimiz.
Xo'p, bu joyda hostel tartibida joylashgan yotoqxona rejimi. Bunda o'sha bolalarda asosan ko'proq vaqtni o'zlari mustaqil vaqtida dars qilish yoki bo'lmasa endi misol dam olish vaqtlari bor. Shular qilingan joy desa ham bo'ladi. Hop, demak, kirib kelamiz. Bu asosan proxod, ya'ni zal. Bu zalda bu yoqda hozir o'tib boramiz. Ikkinchi qavatda yotoqxonamiz joylashgan. Bir narsa men o'tini aytib o'taman. Bu yerda kirxonamiz ham mavjud. Ya'ni kirxona bu bolalar asosan o'sha o'zlarining kiyimlarini yuvib tozalash uchun kir mashinalar va bu yerda kiyimlarini quritish uchun alohida xona qilingan. Buni ham sizlarga nimadir qo'shimcha aytib o'tishim kerak, chunki bolalarning xavotir olmasligini kerakda, bolalarim kiyimlarini qayerda yuvarkan, qanaqa yuvarkan degan narsa. Lekin ko'proq o'zini qo'lida yuvishadi. O'zini kiyimlarini o'zini o'rgangani yaxshi narsa. Chunki ertaga harbiyga kirganda baribir shunaqa holatga tushadi. Bu asosan oyoq kiyimlarini bu yerga qo'yib, damachi topishadi, ichkariga kirishadi. Chunki oyoq kiyimlarda kirish mumkin emas. Va tozalikka rioya qilish kerak. Mana bu narsa men bemalol ayta olaman. Har bir akademiyaga qaraganda harbiy yo'ldan yengilroq sharoit. Ancha ham yengil. Buni hozir tushuntiraman sizlarga. Endi mana yotoqxonani asosiy qismiga keldik, ya'ni xonalar joylashuviga. Hozir bitta-bitta kirib obzor qilib beraman sizlarga, xona nimalarda bor. Misol uchun, kirib boramiz, 5-xonamiz bu raqami. Xo'p, bu yerda 8 kishilik joy joylashgan. Sekin kirishingiz mumkin. 8 kishilik joyimiz joylashgan. Har nimaga bu narsa ancha ham yengil dedim boshqa joylarga qaraganda. Hech qachon masalan kazarmali maktablarda har bitta xonada televizor degan narsa yo'q. Xolodilnik degan narsa yo'q. Va eng muhimi konditsioner. Ya'ni yozda ham bemalol yashashlari mumkin. Mana qiynalishmaydi umuman hech qanaqa sharoitda. Hamma eng muhim tomoni mana qishda hozir bemalol issiq. Muammo yo'q. Ya'ni отопление tizimi bilan sovutish tizimi bilan hech qanaqa problema yo'q. Bu ham bitta bolalarga ancha yengillik. Ya'ni yashash sharoiti ancha ham yaxshi. Tan olish kerak, misol uchun ko'pgina bolalarimiz ro'yxatdan kirishgan. Masalan, o'zlari ham aytishadi, gaz masalasi ko'pchilik problema yoki svet masalasi. Bu yerda unaqa problema yo'q. 24/7 svet, gaz hammani ishlaydi. Bu bo'yicha umuman problema yo'q. Endi etajda o'sha dushovoy kabinka, hojatxona joylashgan. Birinchi qavatda ham xuddi shunaqa bor. Birinchi qavat ko'proq ustozlar uchun, ikkinchi qavat bolalar uchun. Xo'p, bu etajimiz faqatgina o'g'il bolalar uchun. Asosan hozir 5 ta xonamiz bor, taxminan 48 kishilik joyimiz bor. Bu yil endi qo'shimcha bolalar takliflar ko'p, shuning uchun bu xonalarni ham ijaraga olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha olib bolalarni joylashtirib boramiz. Endi chunki bizga bo'lgan ishonch ortib bormoqchi, rezultatlar xudo xolisa bu yil oxirida rezultatlar zo'r chiqarib berishga harakat qilamiz. Aslo mana shu kampusimiz yotoqxona rejimlari o'sha iborat. Sizlarga mana endi hozirgi keyingi mana bu kadrlarimizni ota-onalar maktab qayerda qanaqa holatda joylashganligi birinchisi, ikkinchisi oshxonachilarni tanishtirib beraman. Xo'p, ana hozir biz sizlar bilan shartnoma tuzgan Buyuk Turon harbiy maktabiga keldik. Ya'ni bu yerda o'sha farzandlaringni maktabini ko'chirib, mana shu joyga ko'chirib, attestatsiya o'tkazib olamiz. Hozir bu yerda bizning fanlarimiz ham bo'lib o'tyapti. Ya'ni ingliz tili darslari. Hozir bu yerda qisqacha obzor qilib beraman-da. Bizga asosiy joylarni hozir ko'rsatib o'taman va oshxonani ko'rsatib o'taman va shu bilan maktabimizni obzorini tugatamiz. Chunki mana ota-ona uchun eng muhim bo'lgan joylar darsxona, yotoqxona, maktabni o'zi haqiqatan mavjudligi, xo'p, ustozlari haqida qisqacha va berib o'tamiz. Yana bir narsa aytib o'taman. Bu yer dars berayotgan ustozlar o'zini fan mutaxassislari, dotsent darajadagi ustozlar dars beradi. Ya'ni yuringlar. Bu Buyuk Turon harbiy maktabida 1-sinfdan 11-sinfgacha bolalarni qabul qiladi. Endi bizda asosiy bunker tizimidagi tayyorlov jarayonlarimiz 8-sinfdan boshlab ola olamiz. Faqat bor, har yil yanvar oyidan 4-sinflarni ham olamiz. Nimaga savol? Chunki ularda Ichki ishlar vazirligi maktab internatiga yoki bo'lmasa Milliy gvardiya qoshidagi harbiy akademik litseyni qoshida bor musiqa maktabi bor. Shunga kirgizib beramiz. Hop, hozir maktabda kirib boramiz ichkariga. Bolalarimizni dars jarayonlariga hozir bu yerdan kirib ko'rishingiz mumkin. Umumiy общий zal. Общий zaldan tashqari holatda har bitta joyda darsxona alohida oynali tizimda qilingan. Bu tomonimiz qizlar yotoqxonasi. Ya'ni tushuntirib o'tmoqchiman. Qizlar yotirgan joyi alohida etaj, alohida bino, bolalarniki alohida. Shu tomondan xavotir olmasanglar bo'ladi.
Xo'p, asosan bu yerda bizniki endi dars masalalari. Sekin kirib boramiz. Xo'p. Alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'p, demak, bu yerda son o'quvchilarni ingliz tili tarix dastlari bo'lib o'tadi. Tarix dastlari ham ikki turga bo'linadi. Ichkarida asosiy gruppa, ya'ni tashqaridagi gruppalar bilan bo'linadi. Ustozlarimiz support teacherlar, ingliz tili ikkitadan ustoz qo'yilgan, tarixdan ikkitadan ustoz qo'yilgan. Asosiy va qo'shimcha ustozlar. Ular o'sha bolalarni DX Temurbeklar maktabi, Temurbeklar maktabi tizimida grammatika testlariga, bundan tashqari harbiy oliygohlarni Safar IELTS'ni tayyorlab boramiz. Bizda Qosim School'da kitoblar, qo'llanmalar hammasi o'sha bitta to'lov ichida bo'ladi. Ya'ni to'liq ta'minlaymiz. Va eng muhim joyi bizda har qanaqa telefonlar umuman mumkin emas. Hattoki knopkali ham. Biz umuman bolalarga hatto knopkalarni berish telefon taqiqlanadi. Telefonlar kelgan payt olib qo'yiladi. Faqatgina bizda har hafta shanba imtihon, har oyda oxirida imtihonda ota-ona ko'rib turadi har hafta bo'lgan o'zgarishini. Shanba imtihondan yaxshi o'tgan bolalarga shanba betdan keyin telefonni beramiz bir kunga, yakshanba betdan keyin olib qo'yiladi. Endi hozirlarga oshxona qismimizni ko'rsatamiz, ya'ni bizda abituriyentlarimiz ovqatlanadigan joyi. Xo'p, ovqatlanish masalalari aytib o'taman. 4 mahal ovqat. Zavtrakda ko'proq sutli mahsulotlari, obedda первый, второй, agar osh yoki shunga o'xshagan ovqat bo'lib qolsa bir mahal beriladi, ya'ni bitta ovqat beriladi. Keyingisi polnikda bulchka yoki pirashka yoki materiallar qilib beriladi, bu qorinni alda olish uchun va ujin. Ujinda konkretniy yaxshigina ovqat bilan beramiz. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak, bu ovqatlar to'g'ri uyda takoy zo'r ovqatlar emas. Misol jarkov, qozon kovoq bir narsalar emas. O'sha medikimiz tayyorlab bergan har bir o'sha oziq-ovqatdan kilokaloriya hisobga olingan holda oziq-ovqatlar beriladi. Xo'p, hozir oshxonaga olib kiraman. Bolalar o'sha qayerda ovqatlanishini tushuntirib ko'rsatib beramiz. Ovqatlanadigan joyimiz tomonda. Xo'p, bu bitta oshxonaning bitta bo'limi, ya'ni bu yerda taxminan 25 kishi ovqatlanadi. Ya'ni 25 kishi moslashtirilgan oshxonamiz, o'sha bitta kirgan 25 ta bola ovqatlanib chiqadi. Bundan tashqari bitta kirgan o'sha 40-50 ta bo'lishi uchun bu yoqda ham alohida xona qilingan. Ya'ni ovqatlanishda misol uchun umumiy emas, misol uchun bu yerda ham alohida 24 kishiga moslashtirilgan ovqatlanish joylari qilingan. Chunki nimaga? Kazarmali maktabimizni u darajada katta qilmaganmiz. Sababi 40-50 ta bola bitta vaqtda kirib ovqatlanib chiqadi. Hali Xudo xolisa bundan-da keyinroq qilinadi. Men bu hozir obed bo'lib qolyapti, shu bular obedga tayyorgarlikni boshlashmoqda. Xo'p, sizlarga hozir men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bu kazarmali maktabimizga qanaqa abituriyentlarni olamiz? Bu yildan saralash imtihonlari tarzida olinadi. Bu narsa yangilik. Nimaga? Chunki ko'p abituriyentlarni ko'rdik. Yuqori sinf bolalarini ko'rdik. Ota-ona uzoq yashamagan, chidamaydi, ovqatlanish yoki ularga haligi tepasida turgan qattiq qo'l nazoratchilar uni yoqmaydi ularga. Men bunaqalardan harbiy chiqmaydi hisoblayman. Avvalo Xudo, shunaqa fikrdaman. Lekin ma'lumot o'rnida bir narsa aytib o'tishim kerak. Agar siz harbiy bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu sharoitga chidolmasangiz, siz uni harbiyga qilib qo'ya oling. Bizga yuragida o'ti bor, ota-onasini yuzini yorug' qilaman degan, jamiyatga, millatga, davlatga sodiq farzand bo'laman degan, haqiqiy qalbida harbiyga bo'lgan ishtiyoqi kuchli bolalar kerak. Shunaqa bolalarni biz barcha imtihonlardan zo'r tayyorlab, Xudo xolisa o'qishga kirishida avvalo Alloh biz sababchi bo'lib qolamiz. Agar siz ham aynan Qosim School maktabida o'qib, harbiy oliy ta'lim muassasalariga 100% barcha imtihonlardan hujjat topshirishdan boshlab saralash bosqichlari, asosiy imtihon fanlari, milliy sertifikat va xalqaro sertifikatlarga tayyorlanib, akademiyalarga, harbiy oliy ta'lim muassasalariga yoki Temurbeklar maktabiga kirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bizga bog'laning. Va biz sizga Xudo xolisa kazarma, yotoqxona, to'rmahal ovqat barchasini ta'minlangan maktabni taqdim qilamiz.